zo'r san'atkorni eshitsangiz, hep biz hech kim emas ekanmiz deb yuborasizda. To'ppa-to'g'ri. Meni tugatdingiz bugun dedim. Ozgina bo'lsa ham qo'rquv, hayiqish bo'lmadi. Yo'q, albatta. Maqomni o'zi ishlatilsa ham roziman degan kunlarim bo'lganda, turgan joyimizda qildik mana, o'tirgan joyimizda 15-20 minut ichida bo'lgan narsa bu. 15-20 daqiqani ichida. O'rganishib, aytishib bo'lgan. Nihoyatda chiroyli usul. Buni endi bu yoqda keyin men o'zim yana uyda aytganim. Kimga yozilganligim ma'lum edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam yozilgan. Bunaqa yig'lar ko'p bo'lgan, bular juda go'zal yig'i. Bu men shukr qilaman shunaqa go'zal yig'ini menga berganiga. Yodingizda qolgan savol, javoblar, e'tirozlar va e'tiroflaringizni bizga albatta yozib yuboring. Eng qiziqarli va eng teran savol egasi muallifning dastxati qo'yilgan kitoblarga ega bo'ladi.